Bolalar bugun qanaqa video bo'ladi desanglar, bugun juda qiziq video bo'ladi. Ya'ni men 3 yil oldingi, ya'ni 2023-yildagi Grand Mobile akkauntimda o'zim bu akkauntimni bugun topib oldim va video qilishga qaror qildim. Bo'lmasa bolalar kiramiz o'yinga. Men 3 yil oldin 23-serverda o'ynagan ekanman. Darajam 17 bo'lgan ekan, lekin Diyorbekov bo'lgan ekan. Pulim uncha ko'p emas ekan. Bu esa prosta ochiq qo'yilgan akkaunt. Olim Ismimov, o'zim любойник qo'yganman. Hozir mana o'yinga kirib olamiz bolalar. Mana hech nima ochiq emas. Hammasi yopiq. Bo'lmasa 1200 megabayt skachat bo'lsa, videoni yoqaman. Bo'lmasa bo'pti bolalar. Bolalar mana o'yinga ham bo'lmasa birinchi o'ringa hozir VIP'im yo'q. Katta ehtimol bilan mani VIP'im yo'q. Evakuator chaqira olmayman. Shuning mototsikl olamiz zarinda. Stoyankaga ketamiz. Qanaqa mashinam borligini ko'ramiz. Yana bitta qaytib aytib qo'yaman bolalar. Bu akkaunt 3-yil ochilgan. Messengerda bosamiz. Bu yoqqa boramiz. 2023-yil ochilgan. Ya'ni 2023-yil o'ynaganman bu akkauntda. Даже bu akkauntim borligini ham eslamasdim. Hozir borgandan keyin videoni qaytib yoqaman. Mana obunachilar stoyankaga ham kelib oldim. Bo'lmasa mashina olaman birinchi o'rinda. Nimalarim borligini ko'rib olamiz bolalar. Skinlarda hech nima yo'q. Bu yerda ham bitta Panama bor ekan, normalida. Bu yerda bitta ryukzakda uy. Krelya demo. Qimmat bo'lsa kerak, bilaman. Bu server yaxshi bilingan. 23-server, bu yerda esa kamera bor ekan. Oddiy. Endi mashinalarni ko'ramiz qani. Supra nomeri zo'r ekan. Birinchi bo'lib Suprani ko'rib olamiz bolalar. Chotki ekan. Bu yer hech emas. Kuchaytirilmagan, faqat tuning qilingan bo'ldi. Qani bo'lmasa daminib ko'ramiz. Shikolatga bolalar. Nitros 3 ekan. Adashmasam, hozir ko'rganim buni go'stinasi 700 ming bo'lgan ekan. Chapaqlik. Даже farasi ham olingan ekan bolalar, qizil. Adashmasam fara 200 mingmi, 300 mingmi shuncha edi. Nomeri ham yaxshi ekan. Shikolat mashina. Bo'lmasa keyingi mashinaga o'tamiz. Serverdan chiqaramiz. Keyingi mashina BMW E39. Buni davlatga qancha sotsa bo'larkan ko'ramiz. 187 ming kam ekan. Adashmasam 230 ming buni narxi. Buni ham tuning qilingan demoqchi edim. Bu sotib olingan ekan bolalar. Buni sotib olgan ekanman. Chunki egasi 3 ta ekan. Bu oddiy mashina, ja qiziqish bildirmayman bunga unchalik haydamam ko'rish niyati yo'q bo'lmasa. Oxirgi mashinaga o'tamiz, Toyota Mark 2. Qani buni ham tuninglar qiling. Bu meniki emas-ku. Shuni. Toyota shunaqami-da? Buni ham tuninglar qilingan, chiroyli ekan. Bu yerda anaqa turbo bir balo olingan ekan. Dvigatellardan. Buni ham minib ko'raman. Rangi zo'r ekan. Karbon rang ekan, karbon. Bu ham qimmatlagan karbon qilishim. Вообще zo'r-ku. Rangi yo'qdi bolalar. Bo'lmasa bolalar shu ekan mani mashinalarim. Normalniy. Bo'lmasa keyingi ko'radigan narsamiz
Hozir bankka boramiz. Bolalar bank. Pulim qancha ekan ko'ramiz. Qanunda bankka borgandan keyin videoni yo'qaman. Mana bolalar bankka ham kelib oldim. Hozir bankka kirib necha pulim borligini ko'ramiz. Bankimda bir tiynam yo'q ekan, bolalar hech qancha pulim yo'q ekan. Qani mana bu yoqda nima bor? Bor ekan, oldidan kaminalomniyada bir olgina ishlagan ekanman. Bitta temirim, ikkita marvaratim, 5 ta marvarid, ikkita zumratim, 3 ta ipim bor ekan. Akkaunt bo'ldi oddiyroq menimcha. Uncha yomon emas. Chotki desa ham bo'lmaydi lekin. Bolalar mana ko'rishinglar mumkin. Video shu joy o'z nihoyasiga yetdi shu joyda. Bolalar video yoqqan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga o'z izohlarini yozib qoldiringlar bolalar. Keyingi video qanaqa bo'lishini ham yozib ketsanglar, men o'shanga qarab yangi video olasizlar bolalar. Mana 3 yil oldingi akkauntimda ham o'ynab ko'rdim bolalar. Bu akkaunt zo'r emas, lekin normal desa ham bo'ladi. Faqat yana oxirgi ko'taradigan narsamiz bolalar. 3 yil oldingi akkauntimni nomeri qanaqaligi qanunda ko'ramiz. Buni bosamiz. Mana 93 55 yo'q, bu emas. 201 233 normalniy. Yomon emas. Bo'lmasa bolalar videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Bu videoga like bosib qo'yishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.